Universal mini traktor 11.05imizni Bartoy korofkali variantini olgan bo'larmidinglar yoki kichkina mini variantini olgan bo'larmidinglar akalar. Hoziroq shu videoyimizga like bosib, kanalimizga obuna bo'lib, 25-avgustgacha kelib do'konimizdan xarid qiladigan bo'lsanglar, mana shunaqangi original sunasoslarimizni sizlar uchun bonus sifatida narxidan tashqari qo'shib beramiz. 350 ming, 400 minggacha sotilib turgan sunasoslarimiz. Sizlarga hozir akalar Zubur 11.05imizni ikki xil variantini olib kelib berganmiz. Kichkina variantidan korofkasi hamda korofkasi katta variantida yangilangan versiyasidan. Videoni oxirigacha ko'radigan bo'lsanglar, to'lov narxlari bilan yoritib beramiz. Manzilimiz Marg'ilonda. Bemalol telefon qilib bog'larni xarid qilishingiz mumkin. Videoni oxirigacha ko'radigan bo'lsanglar, to'lov ma'lumotlarni beramiz. Bu Zuburimizga o'tadigan bo'lsak, Zuburimiz 11.05 motorlar bilan jihozlangan, akalar eskilangan versiyada, ya'ni jatkalari ham oddiy jatka qo'yilgan. Bunga o'xshab universal yonboshli vertikalli pichog'i bor jatka qo'yilmagan bo'ladi akalar. Balon qismlari 512 akalar ko'rishingiz mumkin. 512 balonlar bilan jihozlangan. Orqa balonlari 614 bo'ladi, ko'rishingiz mumkin. 614 balonlar bilan jihozlangan. Oldi tomonida motorni zashta qilib turadigan o'zda dugalarigacha qo'yilgan hamda qo'shimcha dinamli model. Radiatorlari bor. Yozgi kunida umuman qizib ketib qolmaydi. Xo'p, bu traktorimiz orqali orqa tomonga frezalarni qo'yib turib haydov qilsalar ham bo'laveradi. Undan tashqari jatkalarni qo'yib turib bemalol o'rim qilsalar ham bo'laveradi. Xo'p, jatkamiz 2 parrayli, mayda o't, qalin o't, yuqqa ham o'tlar urish uchun mo'ljallangan bo'ladi akalar. Rollari yumshoq, skorslari 6 tali bo'ladi akalar. Toshbaqa quyon skorslari o'ziga qo'yilgan. Gaz, tormoz, sepena, mufta hamma funksiyalari o'zida bor. Orqasida frezalari komplet bo'ladi. Orqa balonlar razmeri 614 bo'ladi akalar, ko'rishingiz mumkin. Aytganimdek, radiatorli, jatkamiz 2 parrayli, rema orqali ishli traktorimiz orqali o'rim qilsalar ham bo'laveradi, haydov qilsalar ham bo'laveradi. Undan tashqari sunasos sifatida ham foydalansalar ham bo'laveradi akalar. Hamda bu traktorimizning korofkasi 50 santimetrli variantidan akalar, mana mendan boshqa joyda ham olyapsizlarmi? Mana shu korofkasiga ahamiyat beringlar. Buni akalar 50 santimetrligi bor, mana bunaqa 70 santimetrligi bor. Hozir mana yangilangan versiyalariga ham bunaqa korofkadan qo'yib sotishyapti. Biz sizlarga original 70 santlik katta korofkali variantini olib kelib berganmiz. Korofkalarga bitta ahamiyat berasizlar. Bu korofka mana o'qlari mana shu yerda qo'ygan. Polnaqa yoyilmagan bo'ladi. Hozir mana yangilangan versiyaga bunaqa korofka sotishyapti. Shunga e'tibor bera olishingizni tavsiya qilamiz. Orqa insholarni ko'tarib tushiradi. Shu komplektlarimiz ko'rib turgan kompleksiyalar, orqasi freza, oldi jatkasi bilan narxi akalar $2900. Dastavka butun O'zbekiston bo'ylab bor. Aytganimdek, kichkina korofkali variantidan shunga e'tibor bera olinglar. Biz sizlarga katta variantini hozir obzorini qilib beramiz. Hozir mono versiyaga ham mono korofkani qo'yib sotishyapti, e'tibor beringlar. Shunaqangi 11.05 Zubur olmoqchi bo'lgan tanishlarga jo'natib qo'yinglar shu videoyimizni. Endi bu yangilangan versiya Bartoy korofkali variantimizda o'tadigan bo'lsa, bunga funksiyalari akalar, jatkamiz universal. Universal deganimki, yonboshda vertikalli pichog'i bor. Yotgan, chirmashgan, o'tlar bo'ladigan bo'lsa, bemalol tikka devor vazifasida o'rib ketish uchun mo'ljallangan bo'ladi. Reper brendidan 2026-yilda mahsulot akalar, ko'rishingiz mumkin. 2 parrayli, tepa parraylar yo'g'on hamda pichoqlari pechatli variantidan. Qatdan qanaqa jatka olishlikdan qat'iy nazar, mana shu pichog'iga qarolinglar. Pichog'ini pechatsiz hamda pechatli varianti bo'ladi. Bular pechatli original variantdan Reper brendidan bo'ladi, ko'rishingiz mumkin. Universal hisoblanadi. Xo'p, traktorimizga qo'shimcha qo'shilgan narsalari, statorlari akalar bakti tagiga joylashgan, rasxoti 1 litr. Xo'p, shkiflari kattasidan, qo'shimcha dinamli modelidan. Oldi tomonda farar sistemalari qo'yilgan. Xo'p, signallari qo'shilgan akalar. Xo'p, ko'rishingiz mumkin. Motor 11.05 2026-yil mahsuloti akalar. Vozdixlari maslinniy bo'ladi, ko'rishingiz mumkin. Bu maslinniy vozdix. Akkumulyatorlari 11.05larimizni ko'pida yarmicha keladigan akkumulyator qo'yib berishyapti. Biz sizlarga katta akkumulyatordan tavsiya qilamiz. Hamda qo'shimcha gidrobachok insholargacha qo'yilgan, ko'rishingiz mumkin. O'rta tomoniga bloklariga ham yozib bergan. Xo'p, insholar 2 tali, ko'rishingiz mumkin. 2 tali bo'ladi. Birichagi 2 tali bo'ladi. Oldida alohida insho qo'yilmagan. Xo'p, moy datchik, akkumulyator datchik, suv datchik, o'ziga hamma yo'q qo'yilgan. Signal sistemalari bor, skoroslari bunda ham 6 ta. Hamda orqa baloni razmer bo'ladigan variantidan. Qolagan razmerlarga lagirovka qilishlar to'g'risida oldi ham shu tayyor agatga moslangan bo'ladi. Hamda buni orqa frezasini ham bizdan boshqa joyda akalar e'tibor bera olinglar. Frezasini o'lcha olinglar.
ko'p joyda 1 metrli freza sotishyapti. Biz sizlarga 1.30 lik, ya'ni 1.30 lik reduktorlari ham katta, hamda buni frezamizni eni ham katta freza bilan beryapmiz. Reduktorlari katta modeli. Hamda yana bitta aytib o'tib ketaman. Buni reduktor qismini 70 santligini olinglar. Buni o'q boru akalar. Mentda to'xtab qoladi bunga o'xshab mana. Mana. Buni kichkina korofka bular. Bular mana 70 santimetrlik katta korofka. Akalar o'lchab ko'ri olinglar. Arqa tomoniga обязательно o'tib korofkasini ko'ringlar akalar. Unaqa kichkina korofka olib qo'ymanglar. Plyuk freza bo'lganda u sizlarga qiynab beradi akalar. Biz sizlarga o'sha bartovoy katta variantidan tavsiya qilyapmiz. Akkumulyatorga, ruchnoyga zavodit bo'ladigan variantidan bo'ladi akalar. Hamda buni o'qini ham qalinligini ko'ringlar akalar mana. Buni o'qdan qalin akalar. Korofkasi bartovoy bo'lgani hisobiga qalin bo'ladi. Insho gidropachoglari bu tomoniga qo'yilgan, sidina legirovka bo'ladigan variantidan, frezasi 1.30 lik modelidan, korofkasi bartovoy modelidan bo'ladi akalar. Xo'p, yana nimani aytmadik? Ma'lumotlari. Masalan, butun O'zbekiston bo'ylab dastavkasi ichida bo'ladi. Bu bartovoy variantimizning narxi $3300 dastavka butun O'zbekiston bo'ylab ichida. Komplektda jatkasi universal. Bu jatkamiz orqali o't tanlamaydi. O't tanlamas jatka bu. Xohlagan turdagi o't mahsulotini o'rib yotqizib beradi. Oldingi videolarimizni $3100 dan chiqarganmiz. Korofkasi bunaqa variantida mana. Kichkina variantidan sotgan edik. Hozir bu yangilangan versiyamizni korofkasi bartovoyli modelidan olib kelib qo'ydik. Korofkasi bartovoy bo'lgani hisobiga narxi ozgina ko'tarilib qoldi, hamda orqa frezasi 1.30 lik bo'lgani hisobiga ham ko'tarilib qoldi. Butun O'zbekiston bo'ylab solishtirib ko'raveringlar. Hamda orqa frezasini ham bemalol o'lchatib olishlar mumkin. Bunaqa katta bartovoy freza faqat bizda bor. Faqat masalan orqasi 1.30 lik korofkalar bartovoy traktorimizni faqat bizdan topishlar mumkin. 11.05. Buni qo'shimchagi drabachoglari ham $100 dan turadi. Bularimizni sizlar uchun qo'ydirib kelganmiz akalar. Komplektda frezasi bor, jatkasi bor, bir korpusli plugi bor, pluglarni qo'ymaganmiz. Dastavka mana shu aytgan narximda ichida butun O'zbekiston bo'ylab tekin. Undan tashqari bonuslari bilan. Sizlarga to'liq ma'lumotni berdim degan umiddaman akalar. Tushunmagan joylaringni nomerni ekranda pastki qismida qoldirib ketaman. Aloqaga chiqib bog'lansalaring, to'liq ma'lumotini olishlaring mumkin akalar. Soni bartovoy korofkali variantimizni cheklangan, ulgurib qoladigan joyi akalar. Telefon qilib bemalol zakazni beraveringlar. Qashqadaryomi, Surxondaryomi, Jizzaxmi, Buxoro любой joyga chiqarib beraman akalar. Faqat o'zingizga telefon qilib bog'lansanglar ham bo'ldi. Aloqaga chiqib bog'lanishingiz mumkin, chiroyli qilishlarni bitkazib beramiz. Jatkalarni rema orqali uстановка qilib ishlatsanglar ham bo'laveradi. Bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin akalar.